Jamiyat taraqqiyoti albatta uni bosib kelayotgan yosh avlodga berilayotgan sifatli ta'limga bog'liq. Ertamiz egalari bo'lgan o'g'il-qizlarning har tomonlama yetukligi, ma'nan va aqlan yuqori salohiyatga egaligi yangi O'zbekistonning kelajagi yanada yorqin va muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlashi sir emas. Shu boisdan keyingi yillarda maktab o'quvchilarining bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umum insoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o'qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o'quv metodik majmualarni zamon talablari asosida takomillashtirish, maktab ta'limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo etish masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Xususan, davlatimiz rahbarining 2022-yil 11-maydagi 2022-2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi farmoni maktab ta'limiga ilg'or xalqaro tajribalarni faol olib kirib, barcha ta'limiy jarayonlarni qamrab oldi. Endi esa oldinda bir asosiy masala turadi. Bu ham bo'lsa sifatli ta'lim. Xo'sh, aslida sifatli ta'lim o'zi nima? Haqli savol. Sifati yuqori ta'lim bu yuqori malakali o'qituvchilar, innovatsion o'qitish metodlari va individual ehtiyojlarni hisobga olish orqali o'quvchilarni o'rganishga ilhomlantirish va ularning hayotda muvaffaqiyatga erishishini ta'minlashga qaratilgan tizimdir. Shu o'rinda yana bir savolga javob berish kerak. Ta'lim sifati nisbatan past bo'lgan maktablar bilan qay tartibda ish olib borish zarur? Bu borada yechim sifatida Surxondaryo viloyatida ta'limning uch bo'g'ini bir-biriga mazmunan bog'langan. Xususan, maktabgacha, maktab va oliy ta'lim muassasalari hamkorligini rivojlantirish, ular o'rtasidagi integratsiyani yanada mustahkamlash masalasi kun tartibiga qo'yilgan. Shu maqsadda oliy ta'lim muassasalari va maktablar hamda maktabgacha ta'lim tizimi hamkorligi yo'lga qo'yilgan. Bu ta'lim tarbiya jarayonini yanada takomillashtirish va sifatni oshirishda muhim o'rin tutmoqda. So'zimizni Oltinsoy tumani misolida davom ettirsak, Oltinsoy tumanidagi ta'lim sifati nisbatan past bo'lgan maktablarga viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari biriktirilib, ularda o'qituvchilarning sifat tarkibini yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayonini samarali yo'lga qo'yish bo'yicha tajriba boshlangan. Xususan, tumandagi qator maktablar Termiz davlat universitetiga biriktirilgan. Oliygohning xorijiy filologiya fakulteti professor o'qituvchilariga tumandagi 50-chi, 54-chi, 56-chi sonli maktablar biriktirilib, professor o'qituvchilar pedagoglar bilan doimiy tarzda uchrashib, ular bilan mahorat darslari tashkil etib borishmoqda. Tumandagi 54-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida hozirda 80 dan ortiq pedagoglar faoliyat yuritadi. Keyingi vaqtlarda mazkur tajriba o'z natijasini ko'rsatib, maktab jamoasi va o'quvchilar faoliyatida yutuqlar ko'zga tashlanmoqda. Oltinsoy tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 54-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 85 nafar pedagog ta'lim tarbiya berib kelmoqda. O'quvchilarimiz soni 1118 ta bo'lib, Surxondaryo viloyatida oliy ta'lim muassasalarini maktablarga biriktirish hamkorligida ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan bizning 54-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabimizga Termiz davlat universiteti biriktirilgan va professor o'qituvchilar bilan hamkorlikda ishlar olib borilmoqda. Termiz davlat universitetining bizga homiylik sifatida tikuv mashinalari, ko'rgazmali qurollar, kompyuter jamlalarini ta'minlab berdilar. Shu bilan birgalikda Termiz davlat universitetining professor o'qituvchilari barcha fanlar yo'nalishi bo'yicha o'quv mashg'ulotlari bilan almashib bormoqda. Mana bugun ham xorijiy til fan o'qituvchilari master klass jarayonida xorijiy til o'qituvchilari va boshqa fan o'qituvchilari bilan tajriba almashib o'quv seminarlari amalga oshirib kelinmoqda. Men o'ylaymanki, bu o'tilayotgan seminarlar bizning pedagog jamoamizga katta o'z hissasini qo'shmoqda. O'qituvchilarimiz tajriba almashib, o'quvchilarga noan'anaviy usulda ta'lim tarbiya berishda katta o'zgarishlar kutilmoqda. Professor o'qituvchilar ta'limdagi o'zgarishlar va yangiliklar, xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy uslublari haqida ma'lumotlar berishdi. So'ngra ularning ham fikr-mulohazalari tinglandi. Maktab va universitet hamkorliklari juda ham ajoyib yo'lga qo'yilgan. Bundan biz juda ham mamnunmiz, xursandmiz. Sababiki bizlarga juda ham yangi uslubiy tavsiyalar beryapti, metodlar o'rgatyapti, kelib dars jarayonlarini kuzatib va bizlarga zamonaviy dars o'tish metodikalarini o'rgatib ketishyapti. Xorijiy tillar yo'nalishi bo'yicha milliy sertifikatlar B2 darajadagi va undan yuqori C1 darajadagi sertifikatlarni olishga harakat qilyapmiz albatta va bu dars jarayonlarining yanada sifatli bo'lishini ta'minlab bera oladi.
Universitet va maktab jamoasi hamkorligida ma'naviy-ma'rifiy ishlarning sifat darajasini oshirish 5 muhim tashabbus, bosh tashabbusni joriy qilish borasidagi ishlarda ham o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, yoshlarni adabiyotga, san'atga qiziqtirish maqsadida maktabda Rayhon madaniyat markazi qoshida bolalar folklor jamoasi tashkil etildi. O'quvchilar uchun jadidlar xiyoboni barpo etilib, hududda maxsus ko'chma kutubxona ham ishlab turibdi. Bizning o'quvchilarimiz o'zlari kitoblar yozib, she'rlar yozib, nashriyatdan chiqqan o'quvchilarimiz bor. Hozirgi kunda ham mana o'quvchilarimiz o'zlari isbot bo'lyapti. Ta'til kunlariga qaramasdan o'quvchilarimiz mana Jadidlar maydonida kutubxona joriy qilingan. O'sha yerda doimiy 24 soat mobaynida kitoblarimiz ochiq holda turadi, to'liq foydalanib kelmoqda. Bundan tashqari mana Jadidlar xiyoboni joriy qilingan. Xiyobonda Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Abdurahim Qudratov va hokazo. Mana buni bitta isbotini oladigan bo'lsak, mana QR kodlar orqali butun asarlarni o'qishi mumkin o'quvchilarimizga hamma sharoitlar qilib berganmiz. Ko'p maktablarda ham mana shunday ochiq maydondagi kutubxonalarni ko'ravermaymiz-da. O'quvchilar qay darajada undan ma'naviy ozuqa olayotgani haqida ham to'xtalib o'tsak. Nafaqat o'quvchilarimiz, butun xalqimiz orasida ham juda katta shov-shuvlarga ega bo'ldi. Maktabni bitirib ketgan yoshlar ham kelib bemalol kutubxonadan foydalanmoqda. Demak, bu nafaqat maktab o'quvchilari, balki mahalla ahli uchun ham. Ahli uchun ham o'quvchilar bemalol foydalanyapti. Albatta, bugungi kunda maktabning kutubxona fondida qancha asarlar bor? 2469 ta badiiy adabiyotlar bor. Elektron adabiyotlarimiz ham 1978 ta elektron adabiyotlarimiz ham mavjud. Ayni damda ushbu mo'jazgina kutubxonamizdan kitoblar olib, ta'tilda maroq bilan uni o'qiyotgan o'quvchilarimizni ham uchratib qoldik. Assalomu alaykum qizlar. Hop, necha sinfda o'qiysiz? 11-sinf. Qaysi asarni oldingiz? Abdulla Qahhorni 1001 jon degan kitobni oldim. Juda ham qiziq asar. Sizchi? Shukur Xolmirzayev Olabuchi. Mo'jazgina kutubxonaning borligi maktabda o'quvchilarga qay darajada yoqyapti? Juda ham foydali. Kitob o'qisa inson qanchalik o'qishiga berilgan, keyin qiziqishlari oshadi. Albatta. Ko'proq Zulfiyani, Muhammad Yusufda, Tog'ay Muratni kitoblarida, asarlarida yo'qda bo'lsa she'rlardan o'qib turish kerak. Albatta. Siz ko'proq qaysi ijodkor asarlarini sevib o'qiysiz? Zulfiyani. Zulfiya xonim she'rlarni yodga olganmisiz? Ha, albatta. Aytib bera olasizmi? Ha. Marhamat. Bahor keldi seni so'ra qilib degan she'ri. Salqin saharlarda, bodom gulida, binafsha labida, yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yerlarning nozi, baxmal vodiy, qirlarda bahor. Tog'ay Murod asarlaridan sizga eng yoqadigani qaysi? Tog'ay Murod asarlaridan yulduzlar menga yonadi, ot kishnagan oqshom, oydinda yurgan odamlar. Hamkorlikdan ko'zlangan maqsad umumta'lim maktablari faoliyatini takomillashtirish, o'qituvchilarning kasbiy va pedagogik mahoratini, o'quvchilarning ilm-fan va kasb-hunarga qiziqishini oshirish, oliy ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, maktablarga amaliy va uslubiy yordam ko'rsatish hisoblanadi, deydi Termiz davlat universiteti o'qituvchisi. Ta'lim bu tajriba almashish bilan bevosita boyib boradi. Mana biz o'tgan yildan beri shu kungacha Oltinsoy tumanidagi bir nechta ta'lim sifati past bo'lgan maktablar bilan tizimli ravishda ish olib borib kelmoqdamiz. Mana o'tgan safar kelgan paytlarimizda o'qituvchilar bilan gaplashib, suhbatlashib, ma'lumot olganimizda ko'pchiligining toifasi hali oddiy o'qituvchi sifatida yoki mutaxassis sifatida ishlab kelayotganligini aniqladik va undan keyin dars jarayonlarini kuzatganimizda o'quvchilarning bilim sifati pastligini ham aniqladik. Va o'zimizning Termiz davlat universiteti xorijiy filologiya fakultetining ingliz metodikasi, ingliz tili adabiyoti, fakultet chet tillar kafedralarining o'qituvchilari bilan birgalikda kelib, bir necha marta mana bu o'qituvchilar bilan birgalikda seminarlar tashkil qildik va bu seminarlarning natijasida keyingi safar kelgan paytlarimizda o'qituvchilar dadil o'zlarining ustlarida ishlaganliklari ko'rinib turdi. Va shuningdek o'quvchilar bilan ham suhbatlashganimizda metodika kafedrasining o'qituvchilarning darslarini ancha yaxshilanib borganligi, ular tomonidan o'rgatilgan yangi pedagogik texnologiyalar, ta'lim metodlaridan unumli foydalanib dars jarayonini tashkil qilayotganliklarini bilib oldik va natijada o'sha ularning malaka toifasini olishga bo'lgan intilishlari sezilib turibdi va yaqinda mana aprel oyida bo'ladi ekan malaka toifasi uchun testlarga o'zlarining hujjatlarini topshirgan onlayn ravishda va ishonamizki, ular biz o'rgatgan, biz
tomonidan olib borilgan tizimli ishlar natijasida yaqinda har bittasi o'zlarining malaka toifasini o'stirib oladilar, yuqorilab va o'zlarining maoshlari ham ko'tariladi. Qilayotgan ishlar besamar ketmasligi kerak. Biz bunga o'zimizni bor kuch-g'ayratimizni ishga solib, respublikamizda ta'lim sifatini yana ham yuqori cho'qqilarga olib chiqib, tajribamizni almashamiz, qo'limizdan kelgancha maslahatlarimizni beramiz. Professor o'qituvchilar tumandagi 50-maktabda ham bo'lishib, maktab jamoasi bilan uchrashdi. Avvalo, ta'lim sifatini oshirish, xususan chet tillarini o'qitish bo'yicha ilg'or tajribalar haqida so'z yuritishdi. Ma'lumot o'rnida Oltinsoy tumanining Bibizaynab mahallasida joylashgan mazkur ta'lim tashkiloti 1991-yilda qurilgan bo'lib, hozirda 190 ga yaqin o'quvchilar tahsil olishmoqda. Ularga 30 ga yaqin o'qituvchilar saboq berib kelmoqda. Maktabda 2024-yildan boshlangan hamkorlik natijasida 2 nafar o'qituvchi va 3 nafar maktab o'quvchilari milliy va xalqaro sertifikatga ham ega bo'lishdi. Viloyat hokimimiz tashabbusi bilan mana Termiz davlat universiteti bizga biriktirilgan. Shu biriktirilgandan keyin juda samarali ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Jumladan zamonaviy 5 dona kompyuter bilan ta'minladi Termiz davlat universiteti. 11 ta ko'rgazmali, ko'rsatmali qurol bilan ta'minladi. Badiiy adabiyotlar bilan ta'minladi. Kelib seminarlar o'tkazyapti. Tumanimizda seminarlar shu pedagog xodimlarimizda, o'quvchilarimizda mana shu yangilikda hozirgi davr talabi bo'yicha izlanishlari, boshqa bilim o'zlashtirishlari o'quvchilarda shu maqsadda xizmat qilyapti. Mana shu seminarlar natijasida maktab o'qituvchilarimiz yuqori natijalar ko'rsatib, yaxshi yutuqlarga erishishiga ishonch bildiraman. Biz ikkita o'qituvchimiz maktabimizda ingliz tili va bu ikkalamiz ham bir-birimiz bilan metod almashib, uslub almashib, tarqatmalar tarqatamiz. Masalan, kichkina bir qiziqarli bir o'yinlar qilib o'tkazamiz. Bolalar bunga qiziqadi. Maktabimizda hozir 1-sinfdan 11-sinfgacha ingliz tilini o'qitaman. O'quvchilarim ingliz tiliga hozir shu 2-3 yil ichida qiziqish juda ham kuchaydi. O'zimizning 10-sinf, 11-sinf o'quvchilarimiz B2 sertifikatlarni qo'lga kiritgan. Maktabimizga Termiz davlat universitetidan professorlarimiz kelib yaxshi ma'lumotlar berishdi, bizga yaxshi yo'nalishlar ko'rsatishdi. Masalan, men hozir IELTS sertifikati uchun tayyorlanmoqchi edim. TKT sertifikatlarini aytib yoki bir metodik yondashishlar ko'rsatib, meni qiziqtirishdi. Mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinayotgani, kelgusida o'z mevasini berishi, yurtimiz taraqqiyotiga hissa qo'shishi shubhasiz.